ko'chirish mavzusi bilan tanishamiz. Parallel ko'chirish uchun biz mana bu uskunadan foydalanamiz. Vektorga parallel ko'chirish uskunasidan foydalanamiz. Buning uchun biz bitta vektor olamiz. Va birorta obyekt olamiz. Obyekt aylana bo'lishi mumkin, doira bo'lishi mumkin, ko'p burchak bo'lishi mumkin, yoki to'g'ri chiziq bo'lishi mumkin, kesma bo'lishi mumkin, yoki nuqta bo'lishi mumkin. Mana masalan aytaylik, birorta to'g'ri chiziqni olaylik. Mana S va D nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziqni oldik. Endi shu to'g'ri chiziqni aytaylik, mana bu u vektorga parallel ko'chirmoqchimiz. Buning uchun biz mana bu uskunadan foydalanamiz. Parallel ko'chirish, vektorga parallel ko'chirish uskunasidan aktivlashtiramiz. Endi obyektni tanlaymiz, to'g'ri chiziqni tanlaymiz, keyin so'ng vektorni tanlaymiz. Natijada mana bu to'g'ri chiziq parallel ko'chirib, mana shu vektorga u bilan belgilangan u vektorga parallel ko'chirildi. Yana to'g'ri chiziq hosil bo'ldi, boshqa bir to'g'ri chiziq hosil bo'ldi. Endi shu uskunani qo'llanishiga doir misollar ko'ramiz. Birinchi misol. Kesmani berilgan vektorga parallel ko'chiring. To'g'ri chiziqni ko'rdik, endi kesmani ham parallel ko'chirish uchun bitta kesma olamiz. Ixtiyoriy bitta kesma, AB kesma oldik. Endi birorta vektor olamiz. Mana S'da vektor olindi. Mana u bilan belgilangan vektor. Endi mana bu AB kesmani u vektorga parallel ko'chiramiz. Buning uchun mana bu uskunani parallel ko'chirish uskunasini faollashtiramiz. So'ng kesmani tanlaymiz. So'ng vektorni tanlaymiz. Natijada kesma unga teng bo'lgan kesma hosil bo'ldi mana bu yerda. Mana yangi hosil bo'lgan A', B' kesma AB kesmadan hosil qilindi. Aynan u vektorga parallel ko'chirishdan hosil qilindi. Keyingi savolga o'tamiz. O'chiramiz bularni. Berilgan uchburchakni berilgan vektorga parallel ko'chiring. Birorta uchburchak olaylik. A, B, S uchburchak olindi. Endi vektor olamiz. D, Y vektor olindi. D, Y vektor desak ham bo'ladi. Yoki mana u bilan belgilangan u vektor desak ham bo'ladi. Endi bu uchburchakni, A, B, S uchburchakni u vektorga parallel ko'chiramiz. Yana mana bu uskunani aktivlashtiramiz, faollashtiramiz. Endi uchburchakni tanlaymiz, so'ng vektorni tanlaymiz. Natijada mana yangi uchburchak hosil bo'ldi. Yangi uchburchak mana bu A, B, S uchburchakni u vektorga parallel ko'chirishdan hosil bo'ldi. Agar vektorning uzunligini yoki yo'nalishini o'zgartirsam, mana bu yerda mos ravishda uchburchak uzoqlashadi yoki yaqinlashadi yoki u ham shu vektorga mos ravishda o'zgaradi. Yaqinlashtirishimiz mumkin. Mana vektor agar 0 ga intiladigan bo'lsa, bu uchburchaklar ustma-ust tushadi. Mana masalan bu yerda mana ikkita uchburchakni tomonlari parallel va bitta tomoni teng bo'lsa, unda uchburchaklar mana ustma-ust tushadi. Shuni aytishimiz mumkin. Demak, mana bu yerda vektorni turli xil holatlarda o'zgartirib, mana hosil bo'ladigan mana bu yangi uchburchakni ham turli holatlarda hosil qilishimiz mumkin. Keyingi savolga o'tamiz. Bularni o'chiramiz. Rom chizing. Biz avvalgi mavzularda ham rom chizdik. Endi bu yerda mana parallel ko'chirish yordamida rom chizamiz. Va buning uchun
Hop, aytaylik birorta aylana chizaylik. Mana bu yerda doira olinyapti. Hop, bizga aylana kerak. Mayli, doira bo'lsa ham bo'laveradi. Mana aylanasini olaylik. Nima uchun buni olamiz? Chunki bu yerda vektor olamiz. Yana bitta kesma oladigan bo'lsak, vektorning uzunligi mana shu kesmaga teng bo'ladi. Mana bu yerda aylanada to'xtatsak nuqtani, kesmaning ikkinchi uchini. Mana bu yerda kesmaning uzunligi mana bu vektorning uzunligiga teng, ikkalasi ham radiusga teng. Romni tomonlari teng bo'lganligi uchun biz shunday qilib oldik. Hop, endi aylanani ko'rinmaydigan qilib qo'yamiz. Endi mana bu AS kesmani mana U vektoriga parallel ko'chiramiz. Buning uchun yana parallel ko'chirish uskunasidan foydalanaman. Aktivlashtirdim. Endi obyektni, ya'ni kesmani tanlayman. Keyin vektorni tanlayman. Natijada mana AS kesma A', S' kesmaga parallel ko'chdi. Endi mana bu vektorni yashirib qo'yaman, ko'rinmaydigan qilib. Bu yerda ham mana bu B nuqtani ko'rinmaydigan qilib qo'yamiz. Endi mana bu nuqtalarni A', kesma bilan tutashtiraman, S', ham kesma bilan tutashtiraman. Natijada rom hosil bo'ladi. Chunki mana bu tanlanishimizga ko'ra AS A', teng, ikkalasi ham mana bu bitta aylananing radiusiga teng edi. Shuning uchun ikkala tomoni teng. Mana bu A', S' ham mana bu ASga teng. Chunki ular parallel ko'chirishdan hosil bo'ldi. Natijada mana bu yerda rom hosil bo'lyapti. Buni o'zgartirishimiz mumkin holatlarini. Turli shaklda romlar hosil qilishimiz mumkin. Bu nuqtalarni surish hisobiga. Keyingi savolga o'tamiz. Nuqtalarni o'chiramiz. Parallelogram chizing. Endi parallelogram chizamiz. Parallelogram chizish yana ham osonroq. Buning uchun kesma olamiz. Ixtiyoriy kesma olamiz mana. A, B kesma oldik. Endi vektor olamiz. Parallelogramni ham oldingi mavzularda chizganmiz. Demak, bu yerda oldingi mavzulardagi bilimlarimiz asosida chizgan edik. Endi bu yerda parallel ko'chirish yordamida parallelogram chizamiz. Demak, bitta kesma oldik, A, B kesma va ixtiyoriy bitta U vektor oldik. Endi bu kesmani U vektorga parallel ko'chiramiz. Buning uchun parallel ko'chirish uskunasini faollashtiraman. Faollashtirdim. Kesmani tanlayman va U vektorni tanlayman. Natijada mana yangi kesma hosil bo'ldi. Bu kesmaning uzunligi A, B kesmaning uzunligiga teng va ular parallel. Shu sababli A va A', B va B' nuqtalarini tutashtirsam, bu yerda parallelogram hosil bo'ladi. Mana parallelogramni biz shaklini o'zgartirishimiz mumkin. Turli xil holatlarni tanlashimiz mumkin mana. Demak, shu yo'l bilan biz parallelogram hosil qilishimiz mumkin ekan. Hop, bu yerda masalan berilgan burchagi berilgan bo'lsa, qanday qilib parallelogram chizamiz? Bunda ham xuddi shu yo'lda, xuddi shunday yo'l tutishimiz mumkin. Burchaklari berilgan holda masalan tomonning uzunligi ham berilgan bo'lsin. Masalan, shunday aytishimiz mumkin. Bitta tomoni va burchagi. Birorta kesma olamiz. Va burchagini aytaylik. B, A. Hop, aytaylik 40 gradus bo'lsin bitta burchagi. Mana A burchagi, parallelogramning A burchagi 40 gradus bo'lsin.
Hop, endi vektor olaman. AB. Mana bu yerda shuni aytishimiz kerakki, mana vektorning uzunligi mana bu AB kesmani uzunligiga teng bo'lyapti. Bu masalan hozir hosil qiladigan parallelogrammimiz romb bo'ladi. Endi hozir B nuqtani u vektorga parallel ko'chiraman. Parallel ko'chirish uskunasidan foydalanaman. Uni faollashtiraman. B nuqtani uni faollashtirdik. Endi bu nuqtani u vektorga parallel ko'chiramiz. Natijada B2 nuqta hosil bo'ldi. Va mana vektorni yashirib qo'yamiz. Endi qolgan nuqtalarni kesmalar bilan tutashtiramiz. Mana natijada parallelogram hosil bo'ldi. Nafaqat parallelogram, bu yerda romb hosil bo'ldi. Chunki hamma tomonlari teng, mana bu burchagi 40 gradusga teng. Bu yerda biz nuqtani parallel ko'chirishdan foydalandik. Shaklini o'zgartirishimiz mumkin. Burchagi 40 gradus bo'lib qolaveradi. O'chiramiz. Keyingi savolga o'tamiz. Radiuslari teng bo'lgan ikki doira o'zaro teng ekanini ko'rsating. Hop, ikkita doira olamiz. Hop, mana birinchi doira bo'lsin. Mana bu ikkinchi doira bo'lsin. Yo'q, bu yerda radiuslari teng bo'lmadi. Ikkinchisini, ikkalasini ham radiusini teng qilib olamiz. Buning uchun markazi va radiusiga ko'ra doira chizamiz. Masalan, mana bu yerda radiusi 4 ga teng bo'lsin. Mana bu nuqtada ham boshqa bir doira chizaman. Uni ham radiusi 4 ga teng bo'lsin. Mana turli nuqtalarda markazlari A va B bo'lgan, radiuslari 4 ga teng bo'lgan ikkita doira chizdik. Va mana ikkinchisini boshqa rangda bo'yaymiz. Hattoki mana bu doirasi ko'rinmasin. Aylanasini o'zi ko'rinib tursin. Rangini aytaylik, kelinglar, mana bu qizil rangda belgilaylik. Mana ikkita doira oldik. Endi hozir birinchi doirani parallel ko'chirib, ikkinchi doira bilan ustma tushishini ko'rsatamiz. Buning uchun vektor olamiz. Qaysi vektor? Aynan AB vektor olamiz. Endi birinchi doirani AB vektorga parallel ko'chiramiz. Natijada u ikkinchi doira bilan ustma-ust tushadi. Shuni ko'rsatamiz. Hop, mana parallel ko'chirish uskunasidan foydalanib, dastlab uni faollashtiraman. Endi birinchi doirani tanlayman va u vektorni tanlayman. Natijada bu shu doira shunga u vektorga parallel ko'chdi va mana bu ikkinchi doira bilan ustma-ust tushdi. D doira bilan. Yangi doira mana S' bilan belgilangan. U dastlabki D doira bilan ustma-ust tushdi. Hop, shunday qilib radiuslari teng bo'lgan ikki doira o'zaro teng ekanligini ko'rsatdik. Hop, o'chiramiz. Hop, sizlar bilan shunday qilib parallel ko'chirish uskunasi bilan tanishdik. E'tiboringiz uchun rahmat.